Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Raiden. Yana avvalgidek men zerikarli poliz yig'ishtirishdan boshladim. Qani, let's go unda. Birinchi o'rinda polizni yig'ishtira olaman. Yaxshi, poliz hosillarım ham yaxshi beribdi. Ana barcha hosillarni yig'ib bo'ldim. Endi buni soliq sifatida janob merga topshiraman. Qani ketdik, janob merning yoniga. Assalomu alaykum janob mer. Salom, Raiden. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Ha, nimaga keldik? Soliqda bermoqchi edim janob mer. Ha, mayli, pastdagi sandiqqa qo'yib ketaver. Rahmat, mayli, qo'yib ketaman. Bo'pti, yaxshi qol. Mayli. Menga ish yo'qmi janob mer? Yo'q, buguncha yo'q, damingni olaver. Mayli, sog' bo'ling janob mer. Rostdan ham shunday bo'ldimi? Ha, chinda, kecha shunday bittaga oldi, Ronaldo o'zim ochilib qoldi. Yaxshi-ku. Ha, aytgaychi seni janob mer so'rayotgandi. Borib kelayotgansan. Ha, mayli, sog' bo'l. Bo'pti, ha. Mayli. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum. Yana necha bir marta salom berasan? Mayli, bu oxirgisi. Ha, aytgancha stadionimizga, qishlog'imizga stadion qurish kerak. Ha, mayli, bloklar mering qilaman. Hozir bloklar yo'q. Hozir senga pul beraman, do'konchi biratda zakaz qilasan. Hop, mayli, janob mer, sog' bo'ling. Pullar ikkinchi tepadagi sandiqda. Ha. Bir stakon. Ha. Oldim janob mer. Bo'pti, ha, tezlashdi. Mayli. Yomg'ir quyardi, tezroq bo'lishim kerak. Assalomu alaykum, brat. Alaykum, yigitcha, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Brat, narsa zakaz qilmoqchi edim. Ha, ana nima deyim, janob men aytgandi o'zi. Stadion qurishga narsalar kerak ekan. Ha, sizga bormi? Hozircha yo'q, lekin pulni tashlab ketsang, olib keltiraman. Mana sizga bir stak tayyorladim. Mayli, sog' bo'l. Mayli. Siz ham sog' bo'ling. Hosillar holi pishmabdi. Zakazchi biratani yoniga borib kelaman, zakazlarim kelibdi. Assalomu biratan. Ha, yigitcha, yaxshimisan? Zakazlaring keldi. Nechanchi sandiqda, brat? Ikkinchisida. Ha, rahmat, brat. Mayli, arzimaydi. Kep tur. Mayli. Sizdan futbol maydonchamizga boring. Mayli, futbol ko'rgan boraman biron kun. Mayli. Balki o'ynashim ham mumkin. Mayli, brat. Mayli, yaxshi qol. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Men futbol maydoncha qurayotgandim, maylimi? Mayli, o'zi bu gapni senga men aytdim-ku, jiddi. Kechirasiz. Mayli, kanonchi qishloqni oldidan, yaqinroqda tekis joyda qur. Biz yo bugun yo ertaga boramiz. To'p o'ynagan bir ikkita uchta bir yoshligingizlar to'p o'ynaylik. Ha, o'zi joy topib qo'ydim. Ha, jitel. Ha, Raiden. Stadion quryapsanmi? Ha, stadion quryapman. Ha, mayli, obat. Mayli. Qochib tursang, chiqib qolardim. Voy, nega uryapsan, jinni? Mayli, janob mer. Korotchi stadionni mana shu yerdan quramiz. Endi uyimdan borib lapotga asboblarimni olib kelaman.
Voy, men nega urasan? O'zing qochibdi. Qoch. Stadion qurishni qani boshladik. Bu yerda avval tekshiramiz. Stadionimiz yaxshi chiqibdimi? Kommentariyaga yozib olinglar. Mana futbol maydonchamizni ham tugatib bo'ldik. Endi janob merning yoniga aytishga ketamiz. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Bir kunga necha marta salom berasan? Bo'ldi, bu oxirgisi janob mer. Ha, nimaga keldik? Futbol maydonchasini tugatuvdim. Ha, ko'rdim derazadan. Men Karochi 92-qishloqqa unaqa dam olishga ketayotgandim. Ha, biz bilan futbol o'ynamaysanmi? Keyingi safar futbol o'ynarman janob mer. Ha, mayli, yaxshi borib kel. Mayli janob mer, o'zingizam sog' bo'ling. Mayli. Ana Karochi do'stlar, biz 92-qishloqqa yo'l oldim.